tug'ib pamyatda enasini ko'rib qolib menga o'xshab do'dir-so'dir qilib yuradigan kelinkalar shu o'tamiz sizlar. Bitta ish qilgunimcha gazga choy qo'yganim esimdan chiqib qolibdi. Bir payt kuxnyaga kirsam, choynagim portlab ketmaganiga xursand bo'ldim. Usti sapsariq, ichini-ku gapirmasa ham bo'ladi. Shu darajada quriganidan Buxoroning cho'li u yoqda tursin, Dubai safarisi bo'lib qum bo'lib yotdi. Choynagimni bunaqa ayanchli ahvolini o'zim ko'rdim. Qolganlar ko'rmasin dedim-da, oppoqqina qilib yuvib qo'ydim. Shu paytda fonimiz ham shang'illab qoldi. Uyda kelishdimi deb o'ylab, duxum tovonimga tushib ketdi. Bir payt chiqib qarasam, o'zim zakaz qilgan narsalarim kelgan ekan. Qizlar, ayollar, to'g'risini aytinglar, biz bu narsalarni hidiga mazza qilamiz. O'zi ham parashoklarni quyug'i bormi, suyug'i bormi, har xillarini zakaz qiluvdik. Agar shu videoni shotigacha ko'rgan bo'lsangiz, yangi kelinligingizda qovun chirib, uyingizdan bekitgan narsalar bo'lsa, duxinglar esa kommentariyaga yozib keting. Men bo'lsa yangi kelinligimda bir patnis pahlavani ko'mir bo'lgandan keyin duxovkadan olganman. Nima qilganim iltimos so'ramanglar. Конечно, sizlar bilan gaplashib o'tirish qiziq, lekin men bir dunyo ishim bor. O'sha sizlarga ham o'zimga ham yoqqanda hamma joylarni ko'pirtirib yuvishni boshladim. Hamma joy shalabosini chiqarib yurgandan keyin quruqlatda dard qo'yishi ash ko'raman. Endi bo'lsa men olgan bir dunyo taqir-tuqurlarimni chiroyli qilib taxlab qo'yamiz. Shampunlarimizga keladigan bo'lsa, lichemniydan tortib eng tufta shampungacha bor. Chunki o'zimdan ham sochim kaprizniroq. Endi navbat bo'lsa, ertalabdan qiyshayib turgan betimizni birinchi bo'lib ko'radigan shu rakvina bo'ladi. Buni ham ko'pirtirib oppoqina qilib yuvib qo'yamiz. Конечно, sizlar kutgan daqiqalar keldi. Endi bo'lsa raspakovka chek qilamiz. Original parashoklar qimmat bo'ladi deb oddiyrog'ini olib yuribsizlarmi? Endi bo'lsa sizlar kutgan narx bilan sizlar kutgan sifatni topib qo'ying. Ishoninglar, qizlar, garderobimga kiyim taxlasam ham unchalik maza qilmayman, lekin shu narsalarni raspakovka qilsam juda ham maza qilaman. Kopum plyusi ham, persilli ham kapsulasiga gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi 100% original. Ikkita shunaqa vernalar zakaz qilgan edim. Bittasi o'zimizga, bittasi bolajonlarimga. Lenora granulasi bo'lsa alohida tema. Men bu taytda bo'lsa hidiga xushimdan ketdi. Hidlari shunaqangi gupirlab chiqyapti, duty free ni atirlari ham holva bo'lib qoldi. Men olgan profilda shunaqa 10 kilolik parashok olsangiz, sizlarga 3 kilolik bilan 1,5 kilolik parashokni prosta bonusga berib yuboradi. Original parashok bilan Lenora granulasini solib, kirlarimizni ham ko'pirtirib yuvib olamiz. Oxirgi etap bo'lsa polarch pollarni ham top-toza qilib artib bo'lgandan keyin sizlar kutib turgan profilni ko'rsatishga qaror qildim. Parashok original nomer 1 profilda hamma narsani olganman. Keyingi relsda ko'rishguncha